Assalomu alaykum oyijon. Voy dadasi, bolalarimiz keldi. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshimisiz? Voy bolajonim, bolajonim. Voy yaxshi keldingmi? Siz yursiz, charchamayapsizmi? Voy Ochilib ketdingiz. Dadam yaxshimi? Voy Dada. turgan edik, ha keling. Assalomu alaykum. Dada yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bormisiz? Dada, bormisiz? Yaxshimisiz? Voy dadasi, bolalarimiz keldi. Qani o'tiringlarchi. Alloh yurtimizga tinchlik bersin. Xonadonimizga osoyishtalik, fayz barakat bersin. Har doim xonadonimizda mana shunaqa bir-birimizni ko'rish nasib bo'lsa aylasin. Allohu akbar. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Voy aylanib ketayim bolalarim. Yaxshi keldinglarmi? O'rgilib ketdik. Sizlarni kechadan beri kutamiz. Otang bilan birgalashib. Ko'zimiz to'rt bo'lib mana shu ko'cha tomonga qarab turibmiz bolalarim. Ularning ishlari ko'payib ketgan bo'lsa kerak deb duolarni qilib o'tiribmiz bolam. O'rgilib ketayim, qanijoninglar sog' bo'lsin. Izzatullo, ishlaring yaxshimi? Yaxshi dadajon, hammasi joyida. Diyorbek, seni ishlaring nima bo'lyapti, bolam? Dada, meni bir adashdim. Mana akam bor-ku, endi boshqacha yashaymiz. Dadajon, siz hijolat bo'lmang. Bu bilan gaplashdim. Ukamiz ancha qiynalgan ekan, men ham e'tibor bermagan ekanman. Bundan buyog'i ukam o'zim qarmog'imda bo'ladi. Rahmat aka. O'zim seni ishga joylayman, ukam. Voy aylanib ketdik. Salomat bo'ling aka. Yaxshi. Voy Izzatulloyim, o'rgilay aylanib ketdik. Hayotda hamma adashadi. Biz ham yoshlik qilganmiz. Onang aytgan gaplarga quloq solmaganmiz. Onang o'sha paytda to'g'ri maslahat bergan bo'lgan, lekin yoshlik, beboshlik deydi xalqimiz. Mana endi yosh o'tgan sari bilib turibmiz mana. Yorjon, O'ylabay dada. O'ylada boringizga. senga ham yaxshi e'tibor bermadim. Yo, mayli dada, ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'lgin, salomat bo'lgin. Iloh amin. Inoq bo'linglar. Amin dada. Topganlaringga barakat bersin. Amin. Mana yoningga ukangni olyapsan. Amin. Bizni baxtimizga, ukangni baxtiga, bolalaring baxtiga sog' salomat bo'linglar. Mana shu aka-ukachiliklaring yo'qolmasin. Oralaringda hech qachon mehr yo'qolmasin. Allohu akbar. Mana hayot yana bizga qayta imkoniyat berdi. Uni endi hech qachon yo'qotmaylik. Farzandlar tarbiyasida, ularning hayotida otaning o'rni boshqa bo'lar ekan. Qani bolajonlarim, choydan qo'y onasi. Xo'p bo'ladi, xo'p.